O'zbekiston yo'l uyushmasini xalqaro bo'limi xodimi Risolat Haydarova. Qani unda sizga gap. Va sekin tanishib boryapmiz. Bizda o'zi O'zbekistonda, o'z umuman o'zbek adabiyotida, o'zbeklarning hayotida Uyg'urlarni alohida o'rni bor. Furqatan bejiz o'sha Uyg'urlarni yurtiga borib, bejiz o'sha yodga bitta qulim topmagan. Bejiz o'sha Uyg'ur diyorini kuylamagan. Biz ham shu yerda Bilol Nozimni she'rlarini bolalikdan o'qigan bo'lsak, g'azallarini birinchalik Hamid Sulaymon chiqargan kitoblar seriyasi bor edi. O'zbek she'riyati durdonalar. Mana shunda o'qigan bo'lsam, buni hali maktab o'quvchisi bo'lgan paytlarida. Ana shundan keyin mana qanchalik bizim mamlakatimizda xalqimizdagi o'rni borligini bildik. Masalan, men Alixon To'ra Sog'liniga qo'shni turganmiz Sekzorda. To'g'riroq u kishini olib kelganda meni bobomni hovlilariga joylashtirishgan, yotmay turishlari, katta bobom bilan do'st bo'lishgan. Hovlilariga kirib o'ynab yurardik. U kishi kim, qandoq faqat ulg'ayganda bilganmiz. Endi bola bo'lganmiz, o'ylab yurardik. Xuddi shunaqangi bir-birimizga kirishib ketganmizki, bizlarni ajratib bo'lmaydi, bizlarni bir-birimizdan ayirib bo'lmaydi, hatto yonma tursak, kim o'zbek, kim uyg'ur bilib ham bo'lmaydi. Mana shunaqangi bitta yakdan shunaqa xalq bo'lib ketganmiz. Bugun shu ikkita buyuk ulug' siymoni esladik. Bugun Bilol Nozim bo'lsa, biri Ro'zi Qodiriy. Ro'zi Qodiriy u Sovet davrida shu o'zimizdagi O'zbekistondagi Uyg'ur adabiyotini qanchalik nimalarga qodirligini ko'rsatgan inson edi-da. Shu bilan birgalikda tarjima borasida ham juda katta ishlar ketgan inson edi. Abdulla Qodiriyga nima deydi? Familiyadoshlikni o'qishga aytganda bejiz shunaqa emasligini isbotlab ketgan inson edi. Bugun shu odamlarni ham shu ikki siymoni ham yod etdik bugun. Buni orqasida bejiz emaski, bularning orqasidan yana xuddi shunaqangi bir ulug'lar kelsin degan niyatda. O'shanga avvalo yozuvchi sifatida ham rahmat aytaman. Bugun mana shu insonni yodlash shunaqa tadbir uyushtirgan edik. Shu tadbir bahonasida to'plandik, eslashdik, nima deydi, kuylarni tingladik, she'rlarni tingladik. Bardavom bo'lsin, bularning hammasi biza hali yana to'planaylik, hali yana eslashaylik. O'tgan ulug'larimizni, chunki bobolarimiz baribir bittada, hammamiz. Bobolarimiz bitta, bolalarimiz ham xuddi shunaqa, nevarlarimiz ham yakdil bo'lsin. Rahmat.